Alloh taolo mahluqotlarni yaratdi. Ulardan tirigini yaratdi, o'ligini yaratdi. U tiriklarning ichidan hayvonlari bor, odamlari bor, ajratdi. U odamlarning ichidan Alloh taolo sog'ini, kasalni yaratdi. Bu sog' kasallar ichidan Alloh taolo iymonli, iymonsizlarni tanladi. Iymonlilarning ichida Alloh taolo ixloslilarni tanladi. Va mana shu ixlosli bandalarning ichidan shahidlarni tanlab oldi. Shahidlik eng oliy maqom oddiy odam uchun. Shahidga anbiyolarga qilingan muomala, nabiylarga, siddiqlarga qilingan muomala qilinadi. Anbiyolarning jasadlarini tuproq yemaydi. Payg'ambarimizning sahih hadislar bor. Payg'ambarning jasadi yerga ko'milgan bo'lsa, u chirimaydi. Oddiy bir inson shahidlik maqomiga yetsa, ko'milsa, dafn qilinsa, jasadini tuproq yemaydi. Alloh taolay aytadi: Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'lik deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. U zotlar Alloh o'z fazl-u karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Tirik ular deydi. Ular tirik, faqat bilmaysizlar uni sizlar deydi. Alloh tomonidan bergan marhamatdan ne'matlanib turishdi ular. Va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasligi haqida xushxabar bermoqdalar. Aytdik-ku, bechora o'lib qoldi deymiz. Ehtimol u aytayotgandir bechora deb bizni. U iymon bilan ketib qoldi. Agar shahid bo'lgan bo'lsa, orqadagilarga xushxabar beryapti. Xafa bo'lmanglar, g'am chekmanglar, sizlarga xavf va xatar yo'q, oxiratda g'amgin bo'lmaysizlar deydi. Alloh taolo shahidlikni o'zi xohlagan bandalarga beradi. Shubha qilib bo'lmaydi bu masalada. Shahidmi? U tirik. Quyida mana o'tgan asrda bo'lib o'tgan bir voqeani aytib beraman hozir. Mana shu darslar turkumida keltirilgan. Subhanalloh, yig'lamay iloji yo'q. Hammamiz bilamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta tog' ustiga qo'yib qo'ygan kamonchilari Alloh taoloni payg'ambariga osiylik qilib, Alloh g'alabani naq berib turganda tushib ketib qolishdi o'lja tamasida va naq bo'lib turgan g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Shunda Uhudda musulmonlar yengilishdi. Payg'ambarimizning sahobalardan 70 tasi shahid bo'ldi. Mushriklar Badrda mag'lub bo'lgan edi 1 yil burun. Ana shuning alamini olishlik uchun mushrika Quraysh ayollari ana shu jang maydoniga tushib, jang tugagandan keyin musulmonlarning quloq burunlarini kesib, qorinlarini yorib, ko'zlarini o'yishdi. Quloq burunlardan shadalarni o'tkazib, bo'ynilariga edishdi. Shunday musulmonlarning jussalarining ustidan bir haqoratlarni yurgizdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning amakilari Asadulloh Hamza ibn Abdul Muttolibni Hind bint Utbaning talabiga ko'ra Vahshiy ibn Harb nayza bilan o'ldirdi. O'ldirishligini evaziga ozod qilishdi. Ozod qilindi Vahshiy. So'ngra jang tugagandan keyin Vahshiy Hindni yetalab kelib Hamzani o'ldirganligini ko'rsatdi. Shunda Hind aytdiki, qornini yordi. Jigarini chiqarib berdi. Jigarini chiqardi, chaynab qolgan ustiga jigarini qorniga tashab qo'ydi. Asadulloh Allohning sheri deyiladi u kishi. Sayyidu shuhado deyiladi, shahidlarning eng oliysi deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'rgan amakilari edi. Shahid bo'ldi u kishi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan tog'dan chekin bo'lganlardan keyin qaytib tushdilarda, jang maydoniga kirganidan keyin musulmonlarning ustida qilingan bunday haqoratdan qattiq qayg'uga tushdi. Hali payg'ambarimiz amakisini ko'rmagan edi. Hamza ibn Abdul Muttolib Makka davrida iymon keltirganida Qurayshlarning ozgina shashti pasayib qolgan edi. Payg'ambarimiz ishongan, suyangan eng kuchli sahobalardan edi. Yurib keldilarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam amakisi Hamzani holatini ko'rib turib, shunday bir qattiq yig'ladi. Ovozlari baland bo'ldi. Hali sahobalar bunaqa yig'laganini ko'rishmagan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda mana shunday bir alamda, o'tda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga qasam dedi. Agar Alloh meni Quraysh ustida g'olib qilsa, 70 tasini men ham muslo qilaman dedi. Sahobalar Allohu akbar deb baqirishdi. Lekin Rasululloh Makkani fath qilgandan keyin bu oliy axloq egasi ularni hammasini avf qildi. Oliy axloq bilan past axloqning farqi nimada? Past axloqli kishi oliy axloqli kishiga pastlik qilganda, bu oliy axloqli egasi oliyligicha turaveradi. Payg'ambarimiz oliy bo'ldi, ularni avf qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamza amakilari Hamzaga birinchi bo'lib janoza o'qidi. Qorni yorilgan, quloq burunlari kesilgan. Janoza o'qidi. Birinchi bo'lib
Hamzaga. Keyin yonboshiga boshqa sahobani olib keldi, unga janoza o'qidi. U sahobani olib qo'ydi, boshqa sahobani olib keldi. Hamza turibdi joyida. Payg'ambarimiz 70 marta janoza o'qidi Hamza roziyallohu anhuga. So'ngra janoza o'qib bo'lganlardan keyin aytdiki, Parvardigoro dedi, men bularning shahid ekanligiga men guvohman dedi. Shahidligi aniq bo'lgan kishilar shuhado Uhudda shahid bo'lganlar. Hozirga borib kelgan mana aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Madinaga borganda albatta o'ga ziyoratga olib boriladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilinglar degan. Mana endi bugungi mavzumizga tegishli joyi. O'tgan asrda mana hozir hajga borganlar ko'rgan, u shahidlar ko'milgan qabristonni devor bilan o'rab qo'yilgan. Lekin o'tgan asrda mana shu 20-asrda qattiq sel bo'lib, ana shu shahidlar ko'milgan qabristonni suv yuvib, ba'zi shahidlarning jussalari yer betiga chiqib qolgan. 1400 yil burun ko'milgan jasadlar kecha ko'milgandek chiqib turgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh aytadi. Uhuddagi shahidlarni dafn qilishlik marosimiga meni ham chaqirishgan edi deydi. Men ham qatnashdim deydi. Men ko'mgan sahobalarning ichida Hamza ibn Abdul Muttolib ham bor edi deydi. Birodalar 1400 yildan keyin gapiryapti bo'lgan ishdi. 1400 yildan keyin aytilyapti bu ish. Hamza ulkan gavdaligida deydi. Ulkan jussaligida deydi. Quloq burunlari kesilgan holda, qorni yoriq, qo'lini qonga qo'yib yotardi deydi. Xuddi kecha ko'milgandek. Biz uni qimirlatib, o'rnidan jildirmoqchi bo'lganimizda, qo'li jilib ketdi-da, jarohatidan qon oqdi. Qon oqqanda atrofni mushk ambarni hidi tutdi deydi. Birodarlar, bu o'tgan asrda bo'lgan ish. 1400 yildan keyin yer betiga Alloh taoloning irodasidan chiqib qolgan bu Hamzani nima uchun Alloh bizga ko'rsatyapti? Nima uchun? Alloh taoloning oyatlari haq ekanligini yana bir marta bir isbotini topishligimiz uchun. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Toki ularga ushbu Qur'on rostdan ham Allohning tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligi aniq ma'lum bo'lgunicha, albatta biz ularga atrof ofoqdagi va o'z vujudlaridagi bizning borligimiz va qudratimizga dalolat qiladigan oyat alomatlarini ko'rsatajakmiz. Ko'rib qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Meni oyatlarim haq. Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat. Alloh yo'lidagi jangda qatl qilinganida o'lik demanglar deb ko'rsatib qo'yapti Alloh taolo bizga. Bu tavotur bilan va aynul haq bilan to'g'ri isbotlangan narsa. Oyatda, hadisda kelgan va zamondoshlarimiz ko'zi bilan ko'rgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh